Hop, mana klient kelgan ekanlar. 17 Pro Max Lux kopiya olib ketdilar. Qora rangga biz oqidan qo'yuvdik. Instagramga 8 to'g'ri ko'ring. 8 ming so'mga. Hozir ukamiz mana vrachga olib ketdilar, turibdilar. Ana shu bola buni qo'yibmi, to'xtang. Aka, siz bilan gaplashamidim? Ukajonim, sen bilan gaplashamidim? Yaxshi bo'ling ekanmi? 17 Pro Max Lux kopiyami shumi? Nech pul ukam bu endi? Olex'dan oldim aka 3008 ga. Voja, 3008. Ukam 8 ming so'm sotdik. 1 million ham sotmadik-ku biz. Instagramda ko'rdim, mana qo'yuvdik-ku. Xuddi o'shandan mana biz ko'rdingmi, Instagramga qo'yganimni oqini qo'yuvdim. Ukam xuddi shunaqa. 8 ming so'mga berib, nech pulga berasan? Qimmat olib qo'ydim. 1 million beraman. Ukam ko'pchilik so'rayotdi, real o'shalarga qo'yib chiroyli qilib berib yuboraman. To'g'risi, menga interesni ham emas ukam bu narsa. Ber ukam 1 millionga ishtir. Nech pul bo'ladigani? 2 million. 2 million. Ukam men senga 1 million 8 ming so'mdan yangisini olib beraman xolos. 1 million 700 ming dedi ukam. Nech pulga berasan? Konkretniy narxni 2 million pasti beraman. Bo'lmaydi ukam. 2 million telefon emas, 8 ming. Men просто real Instagramga ukam qo'yib yuboraman. Bolalar siz ko'pchilik so'rayapti. Kopiya bormi ko'rdingmi? O'shanga talab bo'lgani uchun aytmayman. Men ham shu arzonroq qo'yib yuboraman ukam. Menga uncha anaqa emas. 8 mingga oldim. Arzon qo'yib yuborib sotib yubordim ukam 8 ming so'mga. To'g'risi. Nech pul bo'ladigan konkretniy narx? Sizniki ham emas, meniki ham emas. 1.5. Bo'layani bo'ladimi ukam? 1.5. Instagram. Karting bormi? Kartam bor. Bo'lma, karta qilaman ukam. Ana hozir. Nima sotasiz telefonni? Aybi yo'qmi? Yo'q, qizimni tug'ilgan kuni edi. Siz tug'ilgan kuniga. Sen tug'ilgan kuniga 3 million 8 ga 1.5 million sotib olasan. Biz zarachilar. Telefonim qani? Telefonim bering. Zarachilar. Bo'ldi, karta qilib yuboramiz. Zarachilari uyda qolib ketdi. Zarachasi ham yo'q ekan. Aybi yo'qmi? Menga registratsiyadan Megadan o'tgan, hamma yo'q. Ha, karta qol. Karta qilib Sizning qizingizga 1.5 million. Ha, qo'yavering, yo'q. Sevgidan keyin. Sevgidan ko'rgan real Magic City'ga bormagan.